Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Surxondaryo Sherobodda yana bir loyiha Hasan akamiz xonadonida tugadi. Bugun bu joyda buruch o'tkazini qildik. Gullarni o'rnatdik. Keyin mana so'qillarni qilib berdik. So'qillarni granitdan qilib tayyorlab, ustunda tagiga granitdan so'qil qilib berdik bunga. Keyin izinasini ustini olana qilib berdik. Mana shu joyni nima qilsak bo'ladi? Shuni qo'ylarni olana 30-60lik granitdan qilib berdik. Ruxsat ishlarimizga baho berib, nima deb o'ylaysizlar? Chiroyli chiqibdimi? Laykni bosib Hasan akam ingliz tili o'qituvchisi ekan, 15-maktabda va xususiy maktab. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizning xonadonimizga Tursunbek akani mehnatlari bilan mana shu holatga keldi. Bularga rahmat, sifatli ish, har tomonlama kafolat beramiz. Ishlariga omad nasib bo'lsa bundan yuqori cho'qqilarga erishib, yurtimizning, xalqimizning farovonligini rivojlantirishda hissasini qo'shib kelishini nima qilib qolamiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Rahmat sizlarga. Bizni topishingiz Instagramda. Instagramdan topdim, Instagramdan ma'lumot oldim va chaqirdim, keldi, mana ishni qilib berdi. Surxondaryodan sifatiga gap yo'q, muammo yo'q. Sizlarga tavsiya qilaman. Buyurtma berib, nima qilishlaringiz mumkin. Uylaringizni mana shunday holatga keltirishlaringiz mumkin. Joyda so'qillarni qildik, buruch o'tkazini qilib berdik. O'zi akam vodiy bilan yaxshi aloqada ekan. Patologlar, tepadanlar hammasi vodiyliklar ekan. Ana zinani nikelli barellarni ham namanganliklar qilib berishibdi. Namanganlik ustalarimiz. Biz mana Andijondan kelib, shu joyda buruch o'tkazlarini, so'qillarni qilib berdik. Xudo xolasa yana xizmat bo'lsa, biz tayyormiz. Nasib. Xudo xolasa tavsiya qilasiz. Albatta tavsiya qilaman. Omadlaringiz bersin. Xo'p, rahmat. Charchamaysiz xalq xizmatida. Xo'p, rahmat.